Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli vatandoshlar. Toshkent viloyati Bekobod tumani Xos qishlog'ida open budjetda yutilgan mahallalar asfalt bo'lish jarayonida mana ko'rsatib o'tamiz. Bahaybat texnikamiz kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishlayaptilar. Mahallamiz obod bo'lishiga o'z hissasini qo'shayotgan mahalliy aholi, shu mahallani fuqarolari ham shu yerda mana ko'rib turibsiz. Kechqurun bo'lishiga qaramay, havo salqin bo'lishiga qaramasdan javlon urib, qamishdan bel bog'lab, asfaltning chekkalarini ezilmasligi uchun shibyonni sal-sal tortib chiroyli qilib qo'yish jarayonida. Azizlar, Bekobod tumani Xos qishlog'imizda mana asfaltni nihoyatda bir tekisligiga qarangki, nihoyatda tekisligiga qarang, ta'riflashga til ojiz. Shu asfaltni qilayotgan firmachi akalarimizga ham kattakon rahmatlar aytamiz. Farovon bunyodkor ishonch firmasiga tashakkurlar aytamiz. Mana shu darajada shibyonini qarang, asfaltni tagida mana shunaqa shibyon qilib, drabil naqasida tekisli deganida tekislab, keyin preslab, keyin mana ustidan asfaltni mana bunaqa bitumdan quyib, ustidan asfaltni chiroyli qilib, ezilmaydigan darajada preslab tagini, keyin mana asfaltni chiroyli qilib qo'yapti. Baraka topsin, jonlar omon bo'lsin. Mana shu firmachi akalarimiz ham jonlar omon bo'lsin. Like bosib qo'yinglar videomizga.